To'satdan koronar o'lim. Har yili yer yuzida millionlab insonlar erta tongda uyg'onishmaydi. Tunda yuz beradigan o'lim sababli. Bu juda tez yuzaga keladi. Inson yordam berishga ham, yordam olishga ham ulgurmaydi. Bu bilan sizni qo'rqitish yoki xavotirga qo'yish emas, keltirib chiqaradigan sabablar haqida sizni ogohlantirish. Chekish qon tomir devorini toraytiradi. Nafaqat yurakka keladigan kislorodni, balki butun tanamizga keladigan kislorodni kamaytiradi. Spirtli ichimliklar yurakning urib ketishiga va og'ir aritmiyalarga sabab bo'ladi. Tungi xo'raklar, buni albatta davolash shart. Uzoq vaqt muntazam ichiladigan uyqu va tinchlantiruvchi dorilar bu nafas to'xtab qolishiga sabab bo'ladi va telefon bilan uxlash. Telefondan chiqadigan radiatsiya nurlar emas, telefondan keladigan stress holatlar. Bu odatlar yillar davomida qo'shilib, ko'payib, yig'ilib boradi. Odatlarni har kun birma-bir kamaytirib, yaxshisiga o'zgartirib borishimiz o'zimizning qo'limizda. Bu bilan o'zingiz uchun yaqin, qadrli, uni sog'ligiga befarq bo'lmagan insoningizga yuboring va u siz uchun qadrli ekanligini eslatib qo'ying.